Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bu kanal ko'rib turganingizdek yangi ochdik. Bu kanalda biz nimalarni o'rganamiz, ya'ni Telegram podarkalardan qanaqa qilib pul ishlash mumkin, internetda real qanaqa qilib daromad olsa bo'ladi. Hech qanaqa hype proyektlar emas, faqat real pul ishlab bo'ladigan proyektlar, loyihalar haqida gaplashib o'tamiz. O'shaning uchun kanalimiz yangi, sizlarni qo'llab-quvvatlab olishinglarni so'rab qolgan bo'lardik. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib turib, yangi chiqayotgan videolarga like bosib tursanglar bizga motivatsiya bo'ladi. Bizga keyinchalik bundan ham zo'r har kuni yangi loyihalar haqida, yangi nishalar haqida video obzor qilishga harakat qilamiz. Demak, Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Telegramga ham kirib Gift to Cash deb poisk bersanglar, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. Bugungi videoda biz sizlar bilan Tunnel botdan qanaqa qilib sarmoya kiritish kerak, qanaqa qilib pul chiqarsa bo'ladi, podarkalarni qanaqa qilib sotib olsak bo'ladi va sotuvga chiqarish haqida gaplashib o'tamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana biz Tunnel botga kirib oldik. Bu bot orqali biz Telegram podarkalarni olib sotishimiz mumkin. Bugungi videoda sizlarga to'liq tushuncha berib o'taman, ya'ni qanaqa qilib sarmoya kiritiladi, pul chiqariladi, qanaqa qilib bu podarkalarni sotib olsak bo'ladi va sotuvga qo'ysak bo'ladi. Shular haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, sizlar yangi bo'lsanglar, birinchi bo'lib Toonkeeper hamyon ochib, bu yerdan hamyoninglarni ulab qo'yishinglar kerak. Podключить кошелек turadi. Shuni bosib, sizlar kошелегinglarni ulab qo'yishinglar kerak. Undan keyin qanaqa qilib bu saytga sarmoya kiritamiz desanglar, balansni oldida plus va minus tugmasi turibdi, ko'rib turganinglardek. Bu yoqdan plus tugmasini bossak, uje ulangan Toonkeeper hamyonimizdagi balansimizni bu yoqda ko'rsatadi. Hozirda Toonkeeperda 285 tonim bor. Kelinglar, sizlarga 2 ton sarmoya kiritib ko'rsataman. Bu yoqqa 2 ni yozamiz. Depozit tugmasini bossak, bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Endi biz предложениеga o'tishimiz kerak. Ya'ni предложениеga o'tsak, bizga SMS keladi. Mana shu yoqdan подтвердить qilib olishimiz kerak. Ya'ni strelkani o'ngga sudrab qo'yamiz va hozir Face ID kodlarni yozamiz. Mana gatov bo'ldi va bizning pullarimiz chiqib ketdi. Endi biz Telegram botga qaytib ham o'tsak bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, transaction sent degan yozuv chiqardi va biz yechgan pullar hozirda обработкада turibdi. Ya'ni saytga bir marta перезагрузка beramiz, pullarimiz kelib tushguncha. Sizlarga qanaqa podarka sotib olish kerak ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganinglardek, 2 ton uje bizning Toonkeeper hamyonimizdan chiqib ketdi. Hozirda botga uje kelib tushadi. 2-3 daqiqa o'tmasdan deganim ko'rishinglar mumkin. 1 daqiqa o'tmasdan uje bizning balansimizga depozitlarimiz kelib tushdi. Xuddi shu tariqa osongina Toonkeeper hamyondan sizlar sarmoya kiritib olsanglar bo'ladi. Endi qanaqa qilib bozorni analiz qilamiz, qanaqa podarkalarni sotib olsak biz yaxshi plyusga chiqamiz, shularni ko'rsatib o'taman. Xohlasanglar mana shu market bo'limidan ham podarkalar sotib olib pul ishlasanglar bo'ladi, lekin bu bo'limdan sizlar unaqa katta pribul ola olmaysizlar. Agar kichkina balansda, misol uchun 10-15 ton bilan kirsanglar, sizlarga birinchi bo'lib auksion bo'limidan savdo qilishinglarni tavsiya etaman. Ya'ni bu bo'limda qanaqa sizlar yaxshi sovg'alarni arzonga sotib olishinglar mumkin. Misol uchun sizlarga orqa foni Onyx Black yoki Blacklarni sotib olishni tavsiya etaman. Buni ustiga bir marta kirsangiz, strelkani bosamiz, ko'rishinglar mumkin. Backdrop deb qo'ygan Midnight Blue, ya'ni bu ham hozirda narxi baland orqa fonlardan bo'ladi. Pastroq o'tsa ko'rib turganinglardek, yaqinda bunga narx qo'yilgan, ya'ni 2 tondan chiqqan, uje mana 2 ton bu yoqqa narx qo'yib qo'ygan bitta odam. Xohlasanglar bu yerdan place bid tugmasini bosib 210 tonga sizlar o'zingizlarning narxinglarni berishinglar mumkin. Agar hech kim sotolmasa, sizlarning pulinglar balansingizga qaytib keladi. Kimdir yana sizlardan balandroq narx bersa, pulinglar balansingizga qaytib keladi. Mana men Sakura Flower bo'limiga ham o'tsak, bu ham yaxshi sovg'a bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bu ham 2 tondan boshlangan. Hozir sizlarga xuddi mana shu modelini eng arzon narxini ko'rsatib o'taman. Buning uchun Sakura Flower tugmasini ustiga bir marta bosamiz, modelni ustiga bir marta bossak, shu modeldagi sotuvdagi hamma gullarni chiqarib beradi. Bu yoqdan biz Lotto High tugmasini ustiga bir marta bosishimiz kerak. Eng arzoni 4 tondan boshlanar ekan. Ya'ni bu yoqdan X tugmasini bosib orqaga qaytsak, bu yoqda 2 ton narx qo'yilgan. Xuddi shunaqada sizlar sotib olsanglar, yaxshi plyusga chiqishinglar mumkin. Ya'ni eng arzon narxi 4 ton bo'lsa, bu yoqda ko'rib turganinglardek 2 tondan qo'ygan. Agar 4 tongacha bormasa, sizlar bemalol sotib olishinglar mumkin. Bundan place bin tugmasini bosib, sizlardan keyin hech kim narx bermasa, misol uchun mana keyingi narx 244, sizlar place bin tugmasini bosib 244 narx berdinglar. Sizlardan keyin hech kim narx bermasa, shu 244 tonga sizlarning balansingizga shu gul keladi va sirazi yana 4 tonga sizlar sotuvga chiqarib qo'yishinglar kerak. 10% komissiyasi bilan 4 ton bo'lib bozorga tushadi. Agar 244 ga sotib olsanglar, общий 1,5 ton sizlar foyda olishinglar mumkin. Xuddi shu tariqa bu auksion bo'limidan pul ishlasanglar bo'ladi. Keyin sizlarga monoxrom sovg'alarni ham olishni tavsiya etaman. Mana ko'rib turganinglardek orqa foni qora, ya'ni black fonlar har doim yaxshi plyus beradi. Sizlar sotib olganinglardan keyin ozgina 1-2 oy kutsanglar, 2-3x ga uni bemalol sotishinglar mumkin. Demak, hozirlarga monoxromni ko'rsatib o'taman. Pastroqqa tushsak, mana bu yoqdan birinchi bo'lib latest bint, ya'ni eng ko'p narx berilgan sovg'alar, bu yoqdan pastroqqa monoxrom qanaqa bo'ladi desanglar, ya'ni ikkita rangi bir xil bo'lishi kerak, ya'ni ranglar bir-biriga mos
tushishi kerak. Misol uchun mana bu ko'rishinglar mumkin atir. Ustiga bir marta bossangiz sovg'ani ko'rishinglar mumkin. Rangi ham atir, orqa foni ham yashil. Ya'ni ikkala yashillar bir-biriga mos tushgan, shu monoxrom bo'ladi. Ya'ni sovg'ani rangi bilan orqadagi fonni rangi bir xil tushsa, aytib o'tganimdek monoxrom bo'ladi. Bunaqa sovg'alarning ham narxi qimmatroq bo'ladi. Shunaqa sovg'alar va Onyx Black fondagi va Black fondagi sovg'alarni pulinglar bo'lsa sotib olishinglarni tavsiya etaman. Demak, ko'rib turganinglardek mana bu Party Spray Krem, ya'ni Spell Krem tipa monoxromga o'xshaydi. Yonidagi Jeste Sixat ham bu ham monoxrom. Xuddi shunaqa monoxrom sovg'alarni sizlarga ko'proq sotib olishinglarni tavsiya etaman. Agar sizlar balansinglarda kamroq pul bo'lsa, ya'ni orqa fon qora yoki Onyx qoraligi pulinglar yetmasa, mana shunaqa monoxrom sovg'alarni sotib olishinglarni tavsiya etaman. Xuddi shu tariqa bu auksion bo'limidan sizlar analiz qilib, arzonroqga sotib olib, keyin bemalol sotuvga chiqarsanglar bo'ladi. Men auksion bo'limidan narsa sotib olaman, chunki eng arzoni 2 tom bo'ladi. Hozir market bo'limidan sizlarga eng arzon podarkani qanaqa qilib sotib olsa bo'ladi va qanaqa qilib sotuvga qo'ysa bo'ladi, shularni ko'rsatib o'taman. Ya'ni buni farqi yo'q. Eng arzon, eng qimmatliga qaralmaydi. Hamma podarkalar bir xil. Xuddi shunaqa sotib olib, xuddi shunaqa sotiladi. Kelinglar bu yoqdan biz monoxromni qidirib ko'ramiz. Agar bir-biriga rangi mos tushgan sovg'a bo'lsa, sirazi biz sotib olamiz eng arzon narxida. Demak, pastroqqa tushamiz. Bu yoqda ko'rib turganinglardek monoxrom sovg'a yo'q ekan. Uning uchun sal qidirish kerak. Monoxrom sovg'alarni ham bu sotuvchilar sal qimmatroqqa chiqaradi. Kelinglar mana shu sovg'a yoqdi, ya'ni fioletoviy rangi ko'p ekan. Orqa foni ham fioletoviy. Bu yoqdan buy tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rishinglar mumkin. You have successfully bought Lollipop deb qo'ygan. Ya'ni biz mana shu Lollipop sovg'asini sotib oldik. Bu yoqdan ustiga bir marta bossak, eng arzon narxi o'sha 1 tonni tashkil qiladi. Biz sotib olganimizdan keyin bu pullar qayerga tushadi desanglar, bu yoqdan My Gifts bo'limiga o'tishimiz kerak va Unlist Gifts bo'limida ko'rib turganinglardek uje bizani podarkamiz paydo bo'lib qoldi. Xohlasanglar Return Gift tugmasini bosib sizlar bu podarkani yechib olishinglar mumkin. Profilinglarga yoki bu yoqdan List for Sale, ya'ni mana shu tugmani ustiga bir marta bosib bu yoqqa narxi yozsak, bizani sovg'amiz market bo'limiga o'tadi. Agar sizlar auksion bo'limiga chiqarmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi qatordagi Put for Auction tugmasini ustiga bir marta bosib, bu yoqdan birinchi qatordan summani yozasizlar. Misol uchun 1 tonga qo'ymoqchisizlar, pastdan duration degan joyga biz soatini qo'yishimiz kerak. Ya'ni auksion necha soat davom etsin? 1 kunmi, 1 soatmi, 2 soatmi? Buni o'zingizlar belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek auksionga qanaqa qilib chiqarishni ham, ya'ni market bo'limiga, ya'ni sotuvni o'ziga ham qanaqa qilib chiqarishni sizlarga ko'rsatib o'tdim. Xuddi shu tariqa sizlar bu botdan sotib olib, sotib, sarmoya kiritib pul ishlasanglar bo'ladi. Lekin videoni boshidan aytib o'taman, 1-2 ton bilan kirsanglar, sizlar bu botdan hech qanaqa foyda ola olmaysizlar, chunki ko'rib turganinglardek eng arzon sovg'asi ham bu yoqda 1 tonni tashkil qiladi. Bitta sovg'a sotib olib, ya'ni buni floor narxi 1 ton, ya'ni 1 ton hamma qo'ygan va 10% komissiyasi bilan 1 ton bo'lib tushgan. Agar sizlar hamma narsani floor narxida sotmoqchi bo'lsanglar, ko'proq kutishinglar kerak bo'ladi. 1 tonga sotsanglar, keyin floor narxi 1-2 ga chiqqandan keyin sizlar 0-10 ton plusiga sotishinglar mumkin. O'shaning uchun sizlarga 1-2 ton bilan kirishni tavsiya etmayman. Agar kamida yaxshi tushunib olmoqchi bo'lsanglar, 10-20 ton bilan sarmoya kiritib, auksion bo'limida ishlab foyda qilib, sizlar yaxshigina tushunib olishinglar mumkin. Ya'ni ozgina boshida minusga kirib, keyin bemalol tushunib olganinglardan keyin yaxshigina plusga chiqib ketishinglar mumkin. 10 ton, 20 ton sarmoyalar bilan ham. Demak, agar sizlar bu marketplace-dagi giftinglarni chiqarmoqchi bo'lsanglar, Return Gift tugmasini bosishinglar kerak va bu yoqda ko'rib turganinglardek Want to sell your gift, transfer it to gift relayer deb qo'ygan. Shu profil ustiga bir marta bosamiz, ko'rib turganinglardek xuddi shu profildan biz yechib olgan podarkalarimizni bizga sovg'a tariqasida xuddi shu tariqa jo'natadi. Agar biz o'zimizni profilimizdagi sovg'alarni sotuvga chiqarmoqchi bo'lsak ham xuddi shu tariqa men oldingi videoda ko'rsatib o'tganimdek, shu profil ustiga bir marta bosamiz, bu yoqda ko'ringlar. Gift relayer, ya'ni botni o'zidan kirishinglarga tavsiya etaman, chunki buni fakelari rosa ko'p. Agar sizlar boshqa profilga bilmasdan jo'natib qo'ysanglar, podarkalarni qaytarib bo'lmaydi. O'shaning uchun bunga diqqat bilan e'tibor beringlar. Demak, kirganimizdan keyin еще tugmasini bosamiz, отправить podarku tugmasini bosib, My podarka bo'limidan bemalol o'zingizlarning podarkalarni mana shu xuddi shu profilga tashlasanglar, sirazi Tonnel marketplace-ida sizlarning Unlist Gifts bo'limida podarkalar chiqib qoladi. Ya'ni mana shu Unlist Gifts-da chiqib qoladi, keyin List for Sale yoki Put for Auction bo'limlari orqali sizlar xohlasanglar auksionga, xohlasanglar market bo'limiga sotuvga chiqarishinglar mumkin. Ko'rib turganinglardek Listed Gift bo'limi orqali hozirda sotuvda turgan podarkalarni ko'rishinglar mumkin. Bundan oldingi videolarda bor edi. Men uje hamma podarkalarimni sotib olib, bu saytdan pullarni ham chiqarib oldim, ya'ni marketplace-dan. Pul yechish qanaqa bo'ladi? Minus tugmasini ustiga bir marta bosishimiz bilan balansimizda 1 ton bor. Shuni ustiga bir marta bossanglar, sizlar o'zingizlar saqlanib qo'ygan ton keeper balansinglarga tushib keladi. Ya'ni withdraw tugmasini ustiga bir marta bosamiz va sirazi bizani pullarimiz uzog'i 2-3 daqiqada bizani ton keeper hamyonimizga kelib tushadi. X tugmasini bosamiz, balansimizda 0.05 qoldi. Endi biz videoni pauzaga qo'yib, ton keeper hamyonimizga pullar kelib tushishini kutamiz. Undan ton keeperga o'tib
o'tib bir marta обновление bersak, hozir $2.65 bor ekan, ya'ni 0.84 to'm bor bizani balansimizda. Endi videoni pauzaga qo'yamiz. Mana ko'rib turganinglardek, oradan 1 daqiqa o'tmasdan bizani 1 tonimiz uje balansimizga kelib tushdi. Tonda hozir 84 edi, ya'ni ko'rishinglar mumkin 1.84 bo'ldi. Balansimizda $5.77 bo'ldi. Xuddi shu tariqa sizlar 1 minutga qolmasdan ToneKeeperdan ham sarmoya kiritsanglar bo'ladi, ham pulinglarni ToneKeeperga yechib olishinglar mumkin. ToneKeeperga qanaqa qilib to'ldiramiz desanglar, bemalol birjalar orqali to'ldirishinglar mumkin. Agar sizlarda birjadan akkauntinglar bo'lmasa, verifikatsiyadan o'tmagan bo'lsanglar, adminga yozsanglar, admin sizlarga ToneKeeper balansinglarga tushirib berishda yordam beradi. Ya'ni pul chiqarishda ham xuddi shunaqa. Agar kartaga yechib olmoqchi bo'lsanglar, ToneKeeperni o'zimizdan admin sotib oladi. Demak, ko'rib turganinglardek podarkalardan xuddi shu tariqa osongina pul ishlab olishinglar mumkin. Bu podarkalardan 100% pul ishlab bo'lsa bo'ladi. Ya'ni sizlarning ortiqcha pulinglar bo'lsa, bekor yotmasdan investitsiya kirgizib qo'ysanglar, 1-2 oyda sizlar 100% yaxshigina plyusga chiqasizlar.